Haj muborak onajon. Muallif Ilhom Qahhorov. O'rtadagi pulning cho'g'i kamroq edi. Abdurahmon savol nazari ila ukasi Abdurahimga qaradi. Bu nigoh ma'nosini uqqan ini indamay boshini quyi egdi. Sukut uzoqqa cho'zildi. Aka bardosh bilan javob kutdi. Ini kalomga jur'at etolmadi. Ammo ota o'rnidagi jigarbandini soriqtirmoq iztirobi indamay kutilmoq halovatini puchga chiqarishi tayin edi. Uning toqati toq bo'ldi, chidamadi. Bag'ri chok-chokidan so'kilib, arziholi anor donasiday sochildi. Kechiring aka, keliningiz tishini tuzatmoq niyatida sarmoyadan ulush olib qolibdi. Abdurahmon churq etmadi. Tezgina yuziga qo'llarini tortib duo o'qidi-yu, o'rnidan ilkis qo'zg'aldi. U darvozaxona yoniga yetganida Abdurahim chopib borib yo'lini to'sdi. Ertalabgacha muddat bering aka. Aka uzun panjalarini ukasining durkun yelkasiga tashladi. Hijolat chekma, yo'lini topamiz. Chindan ham yo'li topildi. Abdurahimning chekiga tushgan mablag'ni qolgan 5 og'a-ini qopladi. Ertasi og'aynilar saf tortishib, ota uyiga Kenjatoy Abdujalil bilan yashayotgan volida-yu muhtaramalari huzuriga keldilar. Xuddi ko'k terakday qaddi basti kelishgan farzandlarini ko'rgan Momoxon buvining ko'zlarida yosh aylandi. O'zi doim shunaqa. Darvozadan kulib kirib kelayotgan o'g'illariga nikohi tishvishi bilan yuragini ajib bir nozik hissiyotlar chulg'ab oladi. U bu tuyg'ular mag'zini allaqachon chaqib ulgurgan. Bu albatta yetkazganiga shukronalik tuyg'usi edi. Ayni paytda bir etak farzandlari bilan qolib, gohida qozoni qaynamay, tandiriga cho'g' tushmay, sovuq dahlizda mushtiga tupurib o'tirgan kezlarini ham o'ylamay qolmasdi. 6 o'g'ilni otasiz o'stirib tarbiyalamoq uchun tegirmon toshiday bardosh kerak edi. Momoxon buvining toqati tog'dan-da zalvorli chiqib qoldi. Qarindoshlar bir burda nonu bir ilm yoqqa ziqnalik qilishgan paytlarida ham birovga yuragini ochmadi. Qon talashgan qarindoshlar-ku ularning yupulligidan, kambag'alligidan uyalibdi. Yettiyot begonadan ro'shnolik kutishga ne hojat? Ular chuvalashib, arqon kabi tizilishib dalaga borishar. Quyosh peshonadan tig' urganiga qaramay ter to'kishar. Shom qorong'usida g'aribgina hujrasiga qaytishib, ob-yovg'on topishsa shodlanib, topishmasa ozorlanib uyquga yotishardi. Alloh rizqini quritmasa, bandasi o'lmas ekan. Bir tishlam go'shtni tishiga bosmagan, qorni to'yib ovqat yemagan o'spirinlar yillar qanotida ko'zga ko'rinib qoldilar. Abdurahmon 8-sinfdan so'ng duradgorga shogird tushdi. Keyin unga Abdurahim, so'ng Abdumannob, Abduhoshim qo'shildi. O'spirinlar baxtiga usta anchagina qattiqqo'l va talabchan edi. 3 yil poytesha sudragan to'ng'ich o'g'il 4-yili ustaning oq fotihasini oldi. Endi u ukalari bilan katta-katta imoratlarga qo'l ura boshladi. Tor va zax hujra 4 xonali hovli joyga almashdi. Momoxon buvidan bo'lak ayol zoti ko'rinmaydigan xonadonga birin-ketin qoshi ko'zi popukday kelinchaklar kirib kelishdi. Uylar ko'paydi, to'ylar ko'paydi, orzu-havaslar ortgandan ortib boraverdi. 6 o'g'ildan 3tasi fermerlikka o'tib ketishdi. Daromad xuddi yomg'ir suviday oqib kirar. Uning daromadini Abdurahmonning o'zi aql bilan sarbaxshida joy-joyiga qo'yar. Yil boshida u ukalarini o'z uyiga to'pladi. Bu yilgi daromaddan onamizni hoji ziyoratiga jo'natamiz, dedi u qat'iy. Jigarlar bu taklifga bajonidil rozilik bildirdilar. Faqat o'rtancha o'g'il Abdurahim og'iz ochmadi. Senda boshqa maqsad bormidi? So'radi Abdurahmon ukasini ochilmay o'tirganini ko'rib. Ha, dedi boshini ko'tarmay uka. Hali onam qarib qolgani yo'q. Yana 3-4 yil vaqt bor. Unga qadar bitta mashina sotib olsak degandim. Mashina haqidagi gap yangilik emasdi. Chunki oila kattalashgan sayin unga ehtiyoj tobora kuchayib borardi. Lekin masalaning boshqa jihati ham yo'q emasdi.
Mashina xarajatlarni oshirib, ro'zg'or xaltasiga salmoqli zarar yetkazishini Abdurahmon tushunib turardi. Bilasizlarmi, nega aynan shu yil onamizni haj ziyoratiga jo'natmoqni ixtiyor etyapmiz? O'rtaga savol tashladi u. Buning boisi shundaki, kelasi yillardan to'ylar mavsumi boshlanadi. Unda vaziyat yana chigallashadi. Kelinglar, bir yoqadan bosh chiqarib, farzandlik haqqini ado etaylik. Abdurahim endi boshqa tarafdan hujumga o'tdi. Onamizning bir o'zini yubora olmaymiz. Unga mahram kerak. To'g'ri, uning gapini ma'qulladi aka. Albatta mahram kerak. Bu vazifani sen uddalaysan. Abdurahmon hayron bo'lib hammaga bir qarab chiqdi. Qo'ying aka, axir siz turib menga yo'l bo'lsin. Aka maqsadini aniqroq tushuntirdi. Shoshma, gap bor. Gapimga quloq sol. Sen mendan ko'ra munosibroqsan. Birinchidan arab tilini bilasan. Ikkinchidan ibodating mukammal. Uchinchidan aka sifatida men shuni xohlayapman. Yigitlar to'ng'ich akaning odilligiga yana bir bor tan berishdi. Hozir haj ziyoratiga o'zini munosib ko'rishi ukalari yuragida ehtimol badgumonlik uyg'otishi mumkin. Buning oqibatida ular bilib bilmay gunohga botishi mumkin edi. Hayot o'zi shunaqa. Qayerda yo'lboshchi nafsini tiysa, istagini jilovlasa, kerak paytida o'zining manfaatlarini chetga surib tursa, o'sha joydan norozilik kelib chiqmaydi. Abdurahmon bu yozilmagan oltin qoidaga bolaligidan amal qilib o'rgangan edi. Farzandlari tashrifini hamisha quvonib qarshilaydigan ona darrov kenja keliniga farmoyish berdi. Orziqon qizim, akalaringiz kelib qolishdi. Ularni ayvonga chiqaring, choy qo'ying, dasturxon yozing. So'ng o'zi bolalarini birma-bir bag'riga bosarkan, yana boyagi holat takrorlandi. Yuragi halimday yumshab, yillar surati chizilgan chehrasi, kirtaygan ko'zlariga sevinch siymosi zuhurlandi. Ayni choqda bu kunlarni ko'rolmagan Abdukarim traktorchining so'nggi nigohida qotgan armon va o'kinchi ham yodiga tushdi-yu, qalbidagi orziqish yana ham kuchaydi. Ona, nega kulib yig'laysiz? Yig'lab kulasiz-a? Abdurahmon onasining dil torini chertishga urinib, yarim hazil ohangda gap qotdi. Soddadil ayol soddagina javob qaytardi. Men qayoqdan bilay bolam, shu endi sizlarga quvonaman-da. Yigitlar davrasida bir piyola choy aylangach, to'ng'ich o'g'il muddaoga ko'chdi. Biz o'zaro maslahatlashib, sizni haj safariga yubormoqchimiz, ona. Mana pul. Oppoq durraga tugilgan anchagina mablag' dasturxonga qo'yildi. Momoxon buvi dabdurustdan esankirab, tili kalimaga kelmay, bolalariga javdirab qarab chiqdi. Keyin qo'llarini ochib, uzundan uzoq duo o'qidi. Ammo taklifga ko'nmadi. Hali oldimizda shuncha ish turibdi. Hojga borish qochmas, deb taysalladi. Masala allaqachon yechilgan. Ona, hatto haj ziyoratiga boruvchilar ro'yxatiga ham kirgizilgansiz, dedi bu safar Abdujalil akalarini fikrini ma'qullab. Xullas, safar tarodigini ko'ravering. Momoxon buvi tugunni qo'liga ushlab chamaladi. Oho, bu juda katta pul-ku. Birlashgan o'zar deganlariday, bu mablag'da har birimizning baholi qudrat ulushimiz bor. Hozircha bu oilaviy sir bo'lib qolsin. Yigitlar ancha guringlashishdi, bahamjihat tushlik qilishib, uy-uylariga tarqalishdi. Mana shu voqeaga ham bir oydan oshdi. Ro'za hayitidan keyin islomning 5-ruknini ado etuvchilar harakatga tushib qolishdi. Abdurahmon yelib yugurib hamma hujjatlarni to'g'rilardi. Navbat pul topshirishga keldi. U taksi yollab otaxonadoniga keldi. Ona, pulni olib chiqing, dedi u darvozadan kira solib. Momoxon buvi o'g'li bilan salomlashgach, uni chorpoyaga taklif etdi. Ammo vaqt zichligi uchun Abdurahmon uni shoshirdi. Bugundan qolsak yana biron ishkallik chiqmasin, dedi u, xuddi o'zi safarga otlanganday hayajonlanib. Onaxon xotirjam edi. Bo'la qoling, ona, ko'chada mashina kutib turibdi, dedi u betoqatlik bilan. Onaizor o'g'liga yaqinlashib, uning ko'ziga tikildi. Jon bolam,
shu haydovchiga javob berib tur. Abdurahmon hayronligi ortdi. Nega ona? Ha, gap bor. Hozir gap sig'maydi. Bank ertaga ishlamas ekan. Avval pulni topshirib kelay, keyin suhbatlashamiz, ona. Ona o'g'lining keng yelkasidan tutib o'ziga qaratdi. Bolam, meni ma'zur tut. Abdurahmon sergak tortdi. Tinchlikmi ishqilib? Xavotirlanma. Albatta tinchlik. Faqat men sizlardan beso'roq bir ish qilib qo'ydim. Nima bo'ldi, tezroq ayting. Momoxon buvi ayvon zinasiga o'tirdi. Abdurahmon ham uning qarshisiga cho'kdi. Bolam, men Ka'batullohga bora olmayman. Yigitining rangi o'chdi, ko'zlari pir-pir ucha boshladi. Keyin peshonasi tirishdi. Nega? Odamni qiynamay ochiqroq so'zlang, ona. Bilasanmi, qo'shnimiz Oynisaning uyiga o't tushib, 5 ta qizi bilan ko'chada qolgandi. Uy-joylari yonib, kul bo'lgan edi. Hozir o'g'ilning fikri xayoli bankka pul topshirish bilan band edi. Shuning uchun o'rtaga tashlangan masala mohiyatiga ahamiyat bermadi. Bundan xabarim bor, ona. O'shanda mahalla qarab turmabdi-ku. Axir bir oyga qolmay uyini tiklab olishdi-ku. To'g'ri, uyi bitdi bolam, miskinlarning hojati chiqdi. Ha, mahallaga rahmat ona, tezda pul yig'ib berishdi. Ammo bu gapning sizga qanday aloqasi bor? Ona ko'zlarini yashirishga chog'landi. Aloqasi shuki, mahalla o'rniga pulni men bergandim. Abdurahmon sapchib o'rnidan turib ketdi. Nimalar deyapsiz? Axir bu pulni yiqqunimizcha ona sutimiz og'zimizdan kelgandi-ku. Onaizor uni tinchlantirishga urindi. Bilaman. Bilib turib shu yo'lni tutdingizmi, ona? Ha, faqat meni ayblama. Har safar qop o'ralgan ochiq so'rida yotgan qo'shnimni ko'rganimda uydagi pul ko'zimga najot kalitiday tuyulaverdi. Rosti, bir haftagacha o'ylandim, sizlardan hayiqdim. Biroq vaqt o'tgan sayin yuragimdagi g'ashlik kuchayaverdi. Qayoqdan ham shuncha pulni berib ketdi ekan-a? Xullas, bu pul emas, naqd azob, tashvish bo'ldi. Nihoyat bir qarorga keldim. Mahalla nomidan uni Oynisaning qo'liga tutkazdim. Agar o'zimniki desam olmasdi, andishaga borardi. Ishonasanmi? Tugunni topshirdim-u, yelkamdan tog' ag'darilganday tuyuldi. Ruhim yengillashdi. Bolam, meni tushun. Bundan 15-20 yil ilgari xuddi Oynisa kabi nochor, hokisor edik. O'shanda qarindoshlar bizdan yuz o'girishgandi. Biroq shu Oynisaning dadasi Nabi ota, onasi Qumrixon xola bitta non topsa ham bizga, sizlarga ilinishardi. O'zlari boy badavlat emasdi, lekin himmati ulug' edi. Endi mulohaza qil. Oynisa ochiq osmon ostida bir quchoq norasida qizlar bilan qolsa-yu, men haj safariga chiqsam, aytchi, shu holda murodim hosil bo'larmidi? Ko'nglim chinakam taskin toparmidi? Bu pulni menga in'om etdilaring. Men bir bechorani hojatini chiqardim. Xohlasang meni aybla, istasang qaytib yordam berma. Ammo bilki, men haj ibodatini ado etganimda ham o'zimni hozirgiday halovatli his qilolmasdim. Bilsang, farzandlarim peshona teri bilan ishlab topgan pul yaxshilikka, bir bechora koriga yaraganidan boshim osmonda. Abdurahmon boshini ko'tarib onasiga boqdi. Bu nuroniy chehrada ajib bir nur jilolanganday tuyuldi va bu nur uning ham qalbiga oqib kirayotganini angladi. Ko'zlarida ilk bora yosh halqalandi. Yetimlikning ne og'irligini ko'rib qotgan diyda mehr va saqovat yog'dusida eriyotganday edi. U quchog'ini katta ochdi. Momoxon buvi xavotirlanib o'zini chetga tortdi. Ammo shu topda qushday yengil gavdasi farzandi bag'riga singib borarkan, Abdurahmonning ko'zlarida yosh bilan titrab aytgan so'zlaridan hayratda qotdi. Hajingiz muborak, onajon, hajingiz muborak. Momoxon buvi shu bir og'iz luftdan boshi ko'kka yetganligini angladi.